5 taligi 236 ming so'm, 6 taligi 292 ming so'm, 7 taligi ham 292 ming so'm. O'rtoqlar, xuddi shu ko'rayotgan suv filtrlarini oldin bizni 8 million, 9 million, 10 million, 12 million so'mgacha qo'ydirganmiz. Endi sizlar uchun 5 etapda suv tozalaydigan variantingizni 236 ming so'mdan, 6 etapda tozalaydigan variantini 292 ming so'mdan, 7 etapda tozalaydigan mana bunaqa displeyli sensorli variantini 292 ming so'mdan qo'yib yubordik. Menimcha bunaqa narxni uncha joyda ko'rmagansizlar. Bu yetilgan narxlarning hammasi 12 oyga muddatli to'lovga hisoblangan. Agar mabodo sizlar rasrochkaga olaman deydigan bo'lsanglar, 3 oydan 24 oygacha elektrodan bemalol xarid qilsanglar bo'ladi. Sizga areston kerakmi, suv filtr kerakmi, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, endi sizlar uchun do'konimizda muddatli to'lov ham ochiq. Endi shartlarni aytaman. Pasportingiz bilan, plastik kartochkangiz bilan keladigan bo'lsangiz bo'ldi, muammo yo'q. Do'konimizdan xohlagan narsangizni muddatli to'lovga xarid qilsangiz bo'ladi. Pastda nomer qoldiramiz, murojaat qilaverasiz.